Qulda xotini bo'ladi. Endi sultonning xotini esa malika bo'ladi. Shuning uchun mana bu yashash hayotilar mobaynida erga itoat qilasizlar, bir-biringizga zulm qilmaysizlar. Albatta ayolga bo'lgan muomalada bu ukamiz ham haqida siz bu ukamiz haqida ham qiyomatda so'ralmay qo'ymaysizlar. Uka yana bir narsani aytib, bugungi kunda nahot yoshlarda adashgani, agar bir ayolga onangizdan ustunroq bir sarpo qilib olib kelsangiz, bu hazlashadigan gap emas. Onangiz sizga biron bir so'z qilmasdan qalbi ranjib og'rib qolsa, ulamolar do'zaxga tayinlanmasi nasib bo'ladi dedi. Ayolni rozi qilaman deb turib, ota-onani roziligidan voz kechib olgan erkak u rijol bo'lmaydi. U nima degan desa, bugun isloh qilishlik bu sizning qo'lingizda qolyapti. Ertaga hayit keladi, musulmonlarning bayrami keladi. Shunda onaga birinchi tuhfa qilasiz. Otani roziligini olasiz, keyingi rozilik ayolga. Bu degani ayolga zulm qilaring degani emas. Ayolga bo'lgan muomala muhabbatli bo'lib ketib, hatto uyini alohida qilib, meni onamga bu xotin yaxmayapti-da deb xonadonini alohida qilib uyatmasdan yashayotgan farzandlarga gapim shuki, ota-onani norozi qilib qo'yib boshqa xonadonda yashashligi u do'zaxga bo'lgan tayyorgarlikning bir ko'rinishi Alloh saqlasin. Ota-ona rozi, Xudo rozi. Qur'onda innamal mu'minina ihva oyati va Allohga itoat qilib ota-onani izzat ikromida bo'linglar degan oyatni ulamolar Hasan Husayn oyat dedi. Qayerda bo'lsa birga kelar ekanda mana oyat. Allohga itoatdan keyingina ota-onani roziligi turibdi. Ota-onani rozi qilmagan farzand jannatga kirmaydi, bu meni gapim emas. Bu meni gapim emas. Endi mana kelinimizga nasihatimiz shuki, qaynamni qo'limga olaman demanglar. Bu shunday bir masalaki kim qaynani xor qilsa, kelin uni xor qilmay qo'ymaydi. Bir ota farzandiga nasihat qilgan ekan, o'rmonga olib kelib toshni ustiga o'tkazib, sizni men shu yerga tashlab ketaman desa, ota rasa kularmish. Otajon, men sizni tashlab ketyapman, nimaga kulyapsiz desa, bir vaqtlar xuddi shu toshni ustiga, shu o'rmonga otamni tashlab ketdim. Kunlar kelib, sen meni shu toshni ustiga tashlab ketyapsan. Sen ham shu toshni kutib yashaver degan ekan. Shuning uchun otaga bo'lgan muomalada nikoh ibodatida ehtiyot bo'lasizlar. Shuning uchun Allohdan qo'rqinglar. Kun kelib bir kun hammamizni jag'imiz baylanadi. Biz uchun janoza o'qishlikka saf tortishligi muqarrar inshaalloh. Tushunarlimi? Xo'p, qizim, sizga bir nasihatim, mana o'tirgan guvohlar umuman aralashishga haqqi yo'q. Bu ahd, bu nikoh. Ya'ni sizni haqqingiz bor, so'rab qo'yishim kerak. Mahr masalasida. Agar shu mahriga bir